aka va ukalar bemor bo'lgan yaqinlariga o'z buyragini berishmoqda. 2018-yil yurakdan mazam qochgan, shu bilan 2022-yil gruppaga chiqqanman. Davolanib 2025-yil buyrak qurib boshladi-da. Endi buyrak ko'chiramiz deb turibmiz shu yerda. Donorlar o'z yaqinlari. Men Toshkentga ukamga bir puchkamni bergali keldim. Opam beraman dedi, men aytdim bermaysiz. O'zim beraman ukamga dedim. Maqsadim ukam sog'lom bo'lsa, men shundan xursandman. Chet elga juda katta pul kerak. Prezidentimizga rahmat. Bepul operatsiya qilyapti. O'zim salomatligimga qarayman birinchi o'rinda. Mazkur amaliyotlar har kuni o'tkazib kelinmoqda. Laparoskopik amaliyotlarni tiklanish davri erta bo'ladi. Yaxshi tomoni shunda. Yaxshimi ahvoling? Ahvolim yaxshi, Xudoga shukr. Men ham mana Xudoga shukr ahvolim yaxshi. Aka, sizga katta rahmat. Meni hayotga qaytardingiz. Men roziman uka. Omon bo'lsak bo'ldi. Biz insonlarni o'z yaqinlariga turli qimmatbaho sovg'alar, uylar va hashamatli buyumlarni sovg'a qilganini ko'p guvohi bo'lamiz. Bugun inson qadri loyihasi doirasida biz o'z yaqinlar, ya'ni aka-uka va xotinlarni bir-biriga tuhfa qilayotgan bir noyob sovg'asini guvohi bo'lishimiz mumkin. Sababi qimmatbaho sovg'alar qanchalik sovg'a qilinmasin, inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'lganda hech qanday sovg'alar yordam bera olmaydi. Bugun respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida juda ham bir noyob amaliyot amalga oshiriladi va ushbu amaliyot amalga oshirilib kelinmoqda. Sababi bugun buyrak ko'chirish amaliyotini siz o'zingiz inson qadri loyihasi doirasida kuzatib borishingiz mumkin. Toshkentga mana davolanishga kelganmiz. 2018-yil yurakdan mazam qochgan, shu bilan 2022-yil gruppaga chiqqanman. Davolanib 2025-yil buyrak qurib boshladi-da. Mana shu davolanib kelib oxiri mana shu yerga buyrak ko'chiramiz deb turibmiz. Chet elga juda katta pul kerak. Bepul operatsiya qilyapti. Prezidentimizga rahmat. Buyrak ko'chiraman degan, chet elga boraman degan bemorlarga maslahatimiz mana shu o'zimizning O'zbekistonda o'zlari ko'chirib yaxshi qaraydi. Rahmat hammasiga, men doktorlarga. Operatsiyadan keyin nasib inshaalloh yaxshi bo'lib ketsam, bu qiyinchilikni ko'rdik. Bu yog'i endi o'zimiz salomatligimizga qaraymiz. Mana akam o'zini bitta buyragini beryapti. Rahmat mana shu akamga. Singillarim beraman, opam beraman dedi buyragini. Endi ular birovda odami. Men bejizga sovg'alar haqida gapirmadim va bejizga sovg'alar mavzusini ochmadim. Sababi mana shunday jarrohlik amaliyotlarida, ya'ni bemorga buyrak kerak bo'lgan bir holatda o'z yaqinlari, turmush o'rtoqlari, aka va ukalar bemor bo'lgan yaqinlariga o'z buyragini berishmoqda. Farg'ona viloyati Turqa tumanidan keldik. Xo'jayelimda buyrak yetishmovchiligi kasal bilan kurashib kelayotgandik. Bizga shu yerni tavsiya qilishdi. Tekshiruvlar xulosasiga ko'ra meni buyragim to'g'ri kelmadi. Biz shu buyrak izlayotgan paytimizda bizdan boshqalar ham boshida o'tkazayotgan ekan ular. Donor almashishimizga doktorlar tavsiya qilishdi. Kelishgan holatda buyrak almashtirishga rozi bo'lib buyrak berdik. 10 yillardan oshiq shu buyrak yetishmovchiligi bilan davolanib yurardim. 2024-yil bizda buyrak ko'chirib o'tkazish kerak dedi. Ba'zilar chetga chiqishni taklif qildi. Qarindosh urug'larimiz mablag' tomonidan ham yordam berdi. Chetga chiqmoqchi bo'lganimizda bizga nefrologiya, transplantologiyani tavsiya qildi. Bu yoqqa keldik, tekshirtirdik. Bunga donor izladik. Keyin xo'jayin o'zim donor bo'laman dedi. Tekshiruvlardan o'tdik. Xo'jayin buyraklari menga tushmas ekan. Bu yerda bizga vrachlarning yordami bilan ikkita xotin bir-birimizga o'z roziligimiz bilan buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotini o'tkazdi.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga katta rahmat. Hamma vrachlarga, xodimlarga. Mana shunday inson qadrini ulug'lash bizning o'zbek xalqimizga xos fazilatdir. Men Toshkentga ukamning bir puchkasi qurgan ekan, shunga bir puchkamni bergali keldim. O'zimni tekshirdi, ukal dorilar hammasini analizlarini qildi. Yaxshi, Xudoga shukr, doktorlari zo'r ekan. Ukam mazasi qochib qoldi. Bansaga olib bordik. Buni puchka qo'ymasak bo'lmaydi dedi. Opam keldi, opam beraman dedi. Men aytdim, "Opa, siz birovning odamisiz. O'zim beraman ukamga" dedi. Qondan teshindi, to'g'ri keldi. Maqsadim ukam sog'lom bo'lsa, shuni o'zi bir baxt bizga. Men ukam uchun jonimni beraman deb kelganman. Respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida har kun o'tkazib kelinmoqda. Bugungi amaliyotning afzalligi donordan, ya'ni o'sha o'z qarindoshiga buyragini berayotgan insondan buyrak ko'chirib olish kam invaziv usulda amalga oshiriladi, ya'ni laparoskopik usulda. Hozirgi paytda inson qadri loyihasi doirasida bizni kuzatib borayotgan va buyrak ko'chirish amaliyoti qanday amalga oshiriladi deb ma'lumotlarni izlayotgan hamyurtlarimizga taqdim etamiz. Demak, buyrak ko'chirish amaliyotini siz hozir guvohi bo'lishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Hozirgi qilinayotgan operatsiyamiz laparoskopik donorlik nefrektomiyasi deyiladi. Kam invaziv metod bilan ko'pincha tana vazni yuqori bo'lgan bemorlardan donor sifatida buyrakni olish mumkin. Mana shu usul bilan. Hozirgi paytda mana biz hozir trakarlar o'rnatyapmiz. Bularni o'rnatib bo'lganimizdan keyin kamera bilan shu buyrakni kirib, atrof to'qimalardan ajratib, olib chiqqanimizdan keyin bu buyrakni boshqa operatsion zalga retsipiyentga o'rnatiladi. Bir dona buyrak olinadi. Buyrak olishdan oldin tekshiruvlar qilinadi. Shu buyrakni qaysi biri qancha foiz ishlayotganligini ko'rsatadi. Buyrak arteriyalarini qanaqaligini inobatga olgan holda keyingina tanlanadi. Qaysi buyrak olinishi, o'ng taraf yoki chap taraf. Mana shu yo'lak bo'yicha donorni buyragiga qarab harakatlaniladi. Bu bemorda yog' qatlami qorin devoriga yopishib qolgan ekan. Qorin devoridan ajratyapmiz o'sha yog' qatlamini. Yog'on chayni shuchi qismi. Donorlikka ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'plar qo'rqadi, misol uchun yarim jon bo'lib qoladi deyishadi. Lekin bu unaqa emas-da. Endi hozir yo'g'onchayni ajratyapmiz. Yo'g'onchayni bu yoqdan ajratishimizdan maqsad bizga sidignayiga dostуп kerak. Odatda traditsion donorlik nefrektomiya qilinganda bemorlarga 3 oygacha og'ir yuk ko'tarmagin deymiz-da. Og'ir ish qiladigan bo'lsa, o'sha ishingni 3 oygacha yig'ishtirib turasan deymiz. Laparoskopik amaliyotdan keyin 1 oy o'zini ehtiyot qilib tursa, 1 oydan keyin oldingi yashash tarziga bemalol qayta oladi. Shu laparoskopik amaliyotlarni yaxshi tomoni shunda. Tiklanish davri erta bo'ladi unda. Oddiy hayotda ikkita buyrak bilan operatsiyadan oldin qanday yashagan bo'lsa, operatsiyadan keyin ham xuddi shunaqa yashayveradi. Cheklovlari yo'q. Hozir mana operatsiyadan keyin bemor antibiotik terapiya olinadi profilaktikasiga. Asosiy oladigan narsasi shu. Alohida bir davolash usullari qilinmaydi donor uchun. Bemorda yangi buyrak qo'yish maqsadida biz joy tayyorladik. Yangi buyrak bu bemorda 3-buyrak bo'lib tushadi. Shu 3-buyrakni qo'yish uchun o'zini buyragini oldidan tagiga
bu bo'ydakni qo'yamiz. Buning uchun bemorning yonbosh arteriyasi va yonbosh venasi bor. Arteriya venaga bularda ulaymiz. Bo'lak transplantatsiyasi amalga oshirildi, yakuniga yetdi. Bu yerda bizda Qashqadaryolardan kelgan bemorlarimizlar akasi ukasiga o'z bo'ylakini berdi. Bu amaliyotda bizda yangi zamonaviy laparoskopik usulda donordan bo'ylakni oldik va ukasiga qo'yib berdik. Bu bemorlarning holati hozir yaxshi, siydik beryapti. Endi bu yog'iga biza yaqin amaliyotdan keyingi reabilitatsiyasini bu yerda o'tkazamiz va undan keyingi vaqtda bu bemorlarimiz o'z viloyatida nazoratda bo'ladi. Operatsiya bo'lgan bemorlar hammasi o'zimizning nazoratimizda bo'ladi. Mana Xudoga shukr, operatsiyadan chiqib oldik. Operatsiya yaxshi o'tdi. Xudoga behisob shukr, alhamdulillah. Yaxshimi ahvoling? Ahvolim yaxshi, Xudoga shukr. Men ham mana Xudoga shukr, ahvolim yaxshi. Operatsiyada mana ag'ayinchilik uzilmasin. Aka, sizga katta rahmat. Mana bochkangiz bittasini berdingiz. Meni mana hayotga qaytardingiz. Allohga shukr. Men roziman, uka. Allohning oldiga omon bo'lsang bo'ldi. Prezidentimizga rahmat, doktorlarimizga rahmat. Mana Xudoga shukr yaxshimiz ikkovimiz ham. Rahmat shu doktorlarga. Xudoga behisob shukr meni ko'rdi. Buyrakni bergan mana yaxshi bo'ldi. Shu chetga ketaman deganlar mana shu o'zimizning O'zbekiston degan davlatimizda mana shunday narsani qo'yapti ekan, shu doktorlarga rahmat. Mana shu yerda qo'ydirsa bo'lar ekan, chetga ketishning hojati yo'q. Men bir buyramni ukamga berdim. Bundan ortig'ini ham berishga roziman. Onamning oldiga onam men keldim desa, shuning o'zi yetadi menga. Uka sog' bo'lib ketdi. Mayli, rahmat. Sog' bo'lib ketdi. Bolalaringizning, nevaralaringizning rohatini ko'ring aka. Rahmat uka. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, buyrak ko'chirish amaliyoti qanday amalga oshiriladi va qanday usullarda o'sha bemorlardan kam invaziv usulda mazkur amaliyot amalga oshirilishini o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Biz inson qadri loyihasi doirasida albatta sizlardan kelib tushgan savollardan kelib chiqqan holda mazkur loyihani amalga oshiramiz va sizlarga taqdim etamiz. Albatta, Respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida nafaqat buyrak ko'chirish amaliyotlari, balkim nefrologiya va buyrak sohasiga doir bo'lgan barcha muolajalar, ya'ni jarrohlik amaliyotlari hamda konservativ usuldagi davolash muolajalari amalga oshiriladi. Siz inson qadri loyihasi doirasida, ya'ni loyihamizning kelgusi sonlarida qanday mavzularni yoritishimizni istaysiz va bugungi amaliyot bo'yicha qanday savollaringiz bor? U holda hozirda ekranlarda ko'rib turgan bizning ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz hamda maxsus telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta, sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Yaxshilik va omonlikda ko'rishguncha sog' bo'ling.